Sırlık əfsunba bolup, onu faqat üllük oqsınızla bir sırlık hayatlık koridoru içilediken. Bunun bilen hikayedeki kişiler balalar çöçek dünyasına kirdiken. Bu yerde biz çöçekteki barlık kişilerini uçurtalayız. O bolsumu yeni girin balalar çöçeki mami. Mohum. Ha ha ha! Delmen şu. Yeni bir tevekkülçülük tayarlığınız tuttu mu? Emse yolga çıktım. Hakikaten kişi mektun kılırken, bu hakikaten yerlik Nilüfer Gölü'nün ermiş kişiken, kadim kırımlıkla bunu kölçek ettirgili dep ataydı. Ula yana, ula. Doktor tinişla. Benim padişahim, beçarı padişahim. Endi biz qanday qilishimiz kerak? Xo'jayin, biz hadi qanday qilishimiz kerak? Siz meni cho'chitib o'ldirib qo'ygan tasdiq oldingiz. Tangriga rahmat. Men texayliga ayoldaxoni keldimikin debdiman. Kechirim. Men faqat nima ish bo'lganligini bilmoqchi. Sizning uchun nima ish bo'pti? Sizlar ishkinglar zodi kim? Men yo'q. Gapimni anglang. Men dunyodagi eng ulug' tavakkulchi. Men kol doktor, men bir olim, falsafashunos, yana san'at lohiyligichi. Bo'ldi doktor. Qalaymiqa gap qilmang. Bu odam avorchilikqa yo'l qilibdi. Siz boya ayoldaxoning gapini qilayotgan edingiz. Siz nimishga zanjir bog'lab oldingiz. Mening ismim Figrik. Men Buyuk Edvard Aliylarning harbiy kishi bo'laman. Biz cho'kib ketmagan bo'lsak, balki yaxshi bo'lardi. Cho'kib ketish, ruxsat qanday gap? Bu boshdan oxir bir qayg'u. Sizlar hargiz qiziqmaysizlar. Bizning albatta anlig'imiz bor. Shundaqmi doktor? Shundaq. Amsi yaxshi. Asli ish mundaq edi. Edvard Aliylari podshohlarning qizlari ichidan bir qizni tanlamoqchi bo'lgan. Biz shu chog'da u podshohning o'rsiga ketayotdik. Tuyuqsiz quyuq tuman ko'tarilib. Qutquzinglar! Ayni vaqtda intayin qo'rqinchli edi. Biroq keyin yuz bergan vaqa texnik qo'rqinchli bo'ldi. Sirsa qutquzinglar deb baqirayotsam bo'lmaymi? Tangriga rahmat. Qutquzaylik. Qaraganda ahvol ancha yaxshi emasdek qiladi. Men Edvard shahzod bo'laman. Agar bizni qutqizmasangiz, ko'p tortiqlaymiz. Albatta sizlarni qutqizalaymiz. Men hozirla qutqizib chiqaman. Sizga ko'p rahmat, ko'ngil xonim. Biroq mening bir shartim bor. Sen cho'qim mening orzuimni qondirishing kerak. Chataq yo'q. Qandaqli orzuyingiz bo'lsa bo'laveradi. Tezroq bo'ling. Nihoyatda yaxshi. Jim turing shahzodam. Sizning sehringiz haqiqatan qaltisgan. Keling xonim, buni sizga beray. Edvard shahzodning sizning shafqatingizga qaytargan minnatdorligi bo'lib qolsin. Mayli qilib, malika bizni saqlab o'tadi. Boshqa yana bir ishingiz bormidi? Sen yana mening bir抖音